Samarqand shahridagi Daxbedrodagi ko'chalari chorrahasi, ya'ni xalq tilida Dagbedskiy eng ko'p tirbandlik yuzaga kelayotganligi va bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida Motret aylanma yo'l yoqasida avtoshoh bekat tashkil etilgani haqida xabar bergan edik. Ayni o'sha avtoshoh bekatga yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchilar to'xtab yo'lovchilarni tushirishlari va u yo'lovchilarni jamoat transport vositalari shahar ko'chalari bo'ylab olib kelishi nazarda tutilgandi. Ammo ayrim mas'uliyatsiz qoidabuzar haydovchilar avtoshoh bekatga to'xtamasdan yana shahar ko'chalari bo'ylab harakatlanishda yo'lovchilarni tashib davom etganligi uchun bu yerda tirbandlik holatlari yana yuzaga kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Ayni paytda bu kabi holatlarni bartaraf etish maqsadida esa viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i hamda hamkor tashkilotlarning rahbarlari birgalikda manzilda o'rganish ishlarini olib bormoqda. Haqiqatan ham Samarqand shahrining Daxbed va Rodaki ko'chalari chorrahasida yo'l harakati ishtirokchilari uchun munosib shart-sharoit yaratish dolzarb masalalardan biridir. Mazkur manzilda olib borilgan o'rganish ishlari davomida piyodalarning belgilamagan joylardan o'tish holatlarini kamaytirish maqsadida temir panjaralar o'rnatish, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalarining harakatini tartibga solish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Shuningdek, chorrahada kuzatuv kameralari faoliyatini kuchaytirish, hududda sohaviy xizmat xodimlari tomonidan doimiy ravishda kuchaytirilgan reyd tadbirlarini o'tkazish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bekatlarda avtobuslarning uzoq vaqt to'xtab qolishini bartaraf etish, piyodalar yo'lakchasida avtomashinalarni qoldirib ketish holatlarining oldini olish alohida nazoratga olindi. Bundan tashqari, yer osti o'tish yo'lining talabga javob bermasligi, yetarlicha yoritilmaganligi, muntazam tozalanmayotgani va ta'mirtalab holatga kelib qolgani aniqlanib, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan vakolatli organlar bilan hamkorlikda ishlash lozimligi qayd etildi. O'rganish ishlari davomida tumanlardan kirib keluvchi, yo'lovchi tashish faoliyatini amalga oshiruvchi transport vositalarining harakatini tartibga solish maqsadida ularning Motret qo'rg'onidagi avtoshoh bekatga to'xtashi bo'yicha qat'iy choralar belgilandi. Ayni paytda mas'ullar jamoat transportiga mingan holda holatni bevosita o'rganish maqsadida navbatdagi manzilga yo'l olmoqda. Mas'ullar avtoshoh bekatda o'rganish ishlarini davom ettirmoqda. Ma'lumot uchun ayni ushbu avtoshoh bekat Oqdaryo, Payariq, Ishtixon va Qo'shrabot tumanlaridan harakatlanib keluvchi yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalarining eng oxirgi manzili, ya'ni avtoshoh bekati hisoblanadi va aynan mana shu yerdagi yo'lovchilarni esa 4 ta yo'nalishda 50 ga yaqin avtobuslar shaharning turli nuqtalariga olib borishadi. Hududda tartib o'rnatish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan kelgusida qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etib boramiz.